O'zbekiston fuqarolari uchun Birlashgan Arab Amirliklarida xavfsiz va tartibli ishlashiga ko'maklashish uchun mo'ljallangan safaroldi qo'llanmasiga xush kelibsiz. Ushbu safaroldi qo'llanmasi quyidagi modullarni o'z ichiga oladi. Birinchi modul sizning ishga yollanishingiz. Ikkinchi modul sizning ko'nikmalaringiz. Uchinchi modul sizning ish va mehnat sharoitlaringiz. To'rtinchi modul sizning safaringiz. Beshinchi modul Birlashgan Arab Amirliklari bilan tanishuv. Birinchi modul sizning ishga yollanishingiz. Chet elga safar oldidan siz ish agentligi yoki ish beruvchidan yozma ish taklifini olishingiz kerak. Unda sizning asosiy vazifalaringiz, ish haqqi, imtiyozlar va mehnat shartlari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Mehnat vizasi Birlashgan Arab Amirliklariga kirish va yashash uchun zarur bo'lib, yashash ruxsatnomasi olguniga qadar amal qiladi. Amal qilish muddati odatda 60 kun. Ariza topshirish siz yoki ish beruvchingiz tomonidan oldindan aniqlang. To'lov ish beruvchi tomonidan to'lanadi. Pasport ariza topshirish paytida kamida 6 oy muddatga amal qilishi kerak. Yashash ruxsatnomasi Birlashgan Arab Amirliklarida yashash va ishlash huquqini tasdiqlaydi hamda faqat Birlashgan Arab Amirliklariga kelgandan keyin rasmiylashtiriladi. Ariza ish beruvchi tomonidan amirlikning GDRFA idorasiga topshiriladi. Barcha xarajatlar ish beruvchi tomonidan qoplanadi. Amal qilish muddati 1 yildan 10 yilgacha. Ish turi va ish beruvchiga qarab. Emirates ID Birlashgan Arab Amirliklarida majburiy shaxsni tasdiqlovchi karta bo'lib, davlat xizmatlaridan foydalanish uchun kerak bo'ladi. Ish beruvchi uni olish va yangilashda yordam beradi. Birlashgan Arab Amirliklariga kelganingizdan so'ng, ish beruvchi sizga ish taklifidagi shartlarga mos keladigan mehnat shartnomasini taqdim etishi kerak. Ish beruvchi yashash ruxsatnomasini rasmiylashtirish uchun sizning pasportingiz va shaxsiy hujjatlaringizdan foydalanadi. Ruxsatnoma tayyor bo'lgach, barcha hujjatlar sizga qaytarilishi shart. Shikoyatlar uchun quyidagi telefon raqamga murojaat qiling. MOHRE 800 84. Savollaringiz bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligiga murojaat qilishingiz mumkin. Ikkinchi modul sizning ko'nikmalaringiz. Birlashgan Arab Amirliklaridagi ayrim kasblar malaka va tajribani tasdiqlovchi sertifikatlarni talab qiladi. Masalan, Dubaydagi hamshiralar Sog'liqni saqlash departamentidan litsenziya olishi kerak. O'z ko'nikmalaringizni rivojlantirish va Birlashgan Arab Amirliklarida tan olingan sertifikatlarni olish tavsiya etiladi. Qo'shimcha ma'lumot uchun quyidagi veb-saytga tashrif buyuring. Agar Birlashgan Arab Amirliklariga ketishdan oldin vaqtingiz bo'lsa, ish beruvchingizdan o'z malakangizni va tajribangizni tasdiqlatish kerakmi deb so'rab oling. Ish va muloqot uchun arab va ingliz tillarini o'rganish foydali. Mavjud manbalar, bepul onlayn kurslar, ilovalar, YouTube kanallari hamda O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklaridagi til markazlari. Uchinchi modul sizning ish va mehnat sharoitlaringiz. Shartnoma majburiydir. U ish shartlarini belgilaydi va sizning huquqlaringizni himoya qiladi. Shartnomada quyidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak. Sizning ismingiz, ish beruvchingizning ismi, siz bajaradigan ish manzilingiz, maoshingiz va uning to'lanish tartibi, ta'tillar, sinov muddati, ish soatlari, shartnoma muddati, shartnomani tugatish mumkin bo'lgan holatlar. Ish shartnomasi Birlashgan Arab Amirliklariga kelgandan so'ng 1 hafta ichida berilishi va ish taklifiga to'liq mos kelishi kerak.
Agar sizdan ish taklifingizdan farqli shartlar bilan shartnoma imzolashingiz so'ralgan bo'lsa, hatto o'zgarishlar sizga foyda keltirilishi aytilgan bo'lsa ham, bu noqonuniy hisoblanadi. Agar siz shartnoma muddati tugashidan oldin ishni tark etmoqchi bo'lsangiz, ish beruvchiga oldindan xabar bering. Xuddi shunday qoidalar ish beruvchi uchun ham amal qiladi. Agar u shartnomani muddatidan oldin tugatmoqchi bo'lsa, shartnoma avtomatik tarzda tugaydi. Agar uning muddati tugagan bo'lsa, ikki tomon kelishib shartnomani tugatishga rozilik bildirsa, tomonlardan biri shartnomani tugatish haqida xabar bersa, ishchi vafot etsa yoki nogiron bo'lib qolsa, ish beruvchining biznesi yopilsa yoki bankrot bo'lsa, ish ruxsatnomasini ish beruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra yangilab bo'lmasa, uy ishchilarining shartnomasi tugaydi. Agar shartnoma muddati tugagan va uzaytirilmagan bo'lsa, ikki tomon kelishib shartnomani tugatishga rozilik bildirsa, ishchi xabar bermasdan 10 kun ketma-ket yoki yil davomida 15 kundan ko'p ishga kelmasa, kasallik ishchi vazifalarini bajarishga sabab bo'lsa, ishchi qamoqqa olingan bo'lsa, ishchi butunlay nogiron bo'lib qolsa, ish beruvchi qaytish xarajatlarini qoplaydi. Ish beruvchi vafot etsa va ishchi oilada ishlashni davom ettirishga rozi bo'lmasa, ish beruvchi shartnomani irq, din, jins, ijtimoiy kelib chiqish yoki nogironlik sababli, shuningdek, MOHRE Inson resurslari vazirligiga shikoyat qilganingiz yoki sudga murojaat qilganingiz uchun tugata olmaydi. Imtiyozli davr bu viza yoki yashash ruxsatnomangiz muddati tugagandan keyingi qo'shimcha vaqt. Birlashgan Arab Amirliklarida siz ruxsatnomangizni yangilash yoki ketishga tayyorlanish uchun jarimalarsiz qonuniy ravishda qolishingiz mumkin. Muhlatning davomiyligi sizning yashash turiga bog'liq bo'ladi. Agar siz ruxsat etilgan muddatdan oshib Birlashgan Arab Amirliklarida qolsangiz, har bir kun uchun jarima olinadi. To'rtinchi modul – sizning safaringiz. Safardan oldin parvozingizning barcha tafsilotlarini bilishingizga ishonch hosil qiling. Aviakompaniya nomi, parvoz raqami, sana va vaqt, jo'nash va yetib kelish aeroportlari, bagaj o'lchami va vazni va sizni kutib oladigan shaxs kontakti. Barcha zarur hujjatlarni yig'ing. Pasport, chipta, ish taklifi, tibbiy ma'lumotlar va sertifikatlar. Nusxalarini tayyorlab, ishonchli odamlarga ulashing. Oilangiz bilan oldindan byudjet, favqulodda aloqa ma'lumotlari va siz yuboradigan pul qanday ishlatilishini muhokama qiling. Qo'l yukida quyidagilar taqiqlanadi: 100 ml dan ortiq suyuqliklar, aerozol ballonchalar, o'tkir buyumlar va elektron qurilmalardagi noqonuniy kontent. Ro'yxatdan o'tkazilgan bagajda quyidagilar taqiqlanadi: noqonuniy giyohvand moddalar, qurollar, yonuvchan suyuqliklar, portlovchi moddalar, zaharli moddalar, retseptsiz dori-darmonlar, taqiqlangan oziq-ovqat mahsulotlari, tashqi batareyalar, elektron sigaretalar va magnitlangan materiallar. Aeroportdagi asosiy qadamlar. Ro'yxatga olish ustuni orqali sumkangizni ro'yxatdan o'tkazing va uchish talonini oling. Agar bagaj ruxsat etilgan vazndan oshsa, qo'shimcha to'lovni amalga oshiring. So'ngra pasport nazoratidan o'ting. Parvoz davomida amal qilish kerak bo'lgan bir nechta qoidalar. Xavfsizlik kamarlari belgilari o'chirilgandan keyingina o'z o'rningizni tark etishingiz mumkin. Telefon va elektron qurilmalarni parvoz rejimiga o'tkazing. Parvoz davomida chekish taqiqlanadi. Samolyotdan chiqqaningizdan so'ng Arrivals uchib kelish belgisiga rioya qiling va pasport yoki immigratsiya nazoratidan o'ting. Aeroportdan chiqqaningizdan keyin ish beruvchi yoki ishga yollash agentligi bilan kelishilgan manzilga yoki yashash joyingizga boring.
Safardan oldin telefoningizga offline xarita yuklab oling. Bu shaharda harakatlanishda, ayniqsa uchib kelganda internetga ulanish imkoniyatingiz bo'lmasa, foydali bo'ladi. 5-modul Birlashgan Arab Amirliklari bilan tanishuv. Birlashgan Arab Amirliklari Arabiston yarim orolida joylashgan bo'lib, 7 amirlikdan iborat mamlakat. Poytaxti Abu Dabi. Ob-havo sharoitlari: yoz fasli, o'rtacha harorat 40 dan 45 darajagacha Selsiya bo'yicha. Qish fasli, o'rtacha harorat 10 dan 28 darajagacha Selsiya bo'yicha. Valyuta: Birlashgan Arab Amirliklari dirhami. Birlashgan Arab Amirliklarining rasmiy dini Islom, lekin barcha dinlarga hurmat bilan qaraladi va mamlakat bo'ylab ko'plab ibodatxonalar mavjud. Asosiy milliy bayramlar: Vaqt farqi: O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklaridan 1 soat oldinda. Birlashgan Arab Amirliklarida avtobus, taksi va Dubayda metro va tramvay orqali harakatlanish mumkin. Ba'zi amirliklarda maxsus transport kartalari ishlatiladi. Shuningdek, ayollar va oilalar uchun ayollar boshqariladigan taksilar mavjud. Siz safar oldi qo'llanmasining birinchi qismini ishga yollanishdan boshlab Birlashgan Arab Amirliklariga kelgungacha bo'lgan bosqichni yakunladingiz. Keyingi qismda siz quyidagi modullar bilan tanishasiz. 6-modul Sizning yashash sharoitingiz. 7-modul Salomatligingiz va xavfsizligingiz. 8-modul Sizning pulingiz. 9-modul Sizning huquq va majburiyatlaringiz. 10-modul Sizga ko'rsatiladigan yordam.